Hammaga salom. Sizlar bilan yana men, Jonibekman. Bilaman, allaqachon eshitib bo'ldim. Bu mening sun'iy intellekt do'stim, oshna deb chaqiraman. Boya undan timsohlar qachon paydo bo'lgan deb so'ragandim. Shunaqangina ko'p narsalarni biladi, o'zim hayron qolaman. Qayerda shuncha ma'lumot ekan? Ey oshna, sen o'zi kim o'ylab topgan? Bolalar, sizlarchi? Uni kim o'ylab topganini bilasizmi? Ko'p yillar oldin kompyuterlar endigina paydo bo'lganda, ular shunchaki kalkulyator edi xolos. Tez hisoblay olardi-yu, lekin qilayotgan ishining ma'nosini tushunmasdi. Olimlar esa o'zi tahlil qila oladigan, o'qitadigan va hatto qarorlar qabul qila oladigan aqlli mashinalarni ixtiro qilishni orzu qilishardi. 1950-yili mashhur matematik Alan Turing kompyuter fikrlay olishi mumkinmi degan savol ustida o'ylanib qoladi. Masalaga yechim topish maqsadida u Turing testini o'ylab topadi. Bu tajriba bo'lib, unda kompyuter odam bilan shunday muloqot qilish kerak ediki, u mashina bilan gaplashayotganini sezmasligi lozim edi. Bu birinchi sun'iy intellektning yaratilishi sari tashlangan ilk qadamlar bo'ldi. 1956-yili bir guruh olimlar Dartmouth konferensiyasini tashkil etishdi. Unda ilk bor sun'iy intellekt atamasi tilga olindi. Olimlar o'zi o'rganadigan, muammolarni hal qiladigan va odamlarga yordam beradigan kompyuter ixtiro qilishni orzu qilishardi. Ko'p o'tmay shaxmat o'ynay oladigan, mantiqiy masalalarni yecha oladigan va hatto o'z xatolarini ustida ishlashni biladigan dasturlar paydo bo'ldi. 1960-yillarda olimlar inson miyasining naqadar mukammal tuzilganidan ilhomlanib, birinchi neyron tarmoqlar ustida ish boshlashdi. Ularga kompyuterlarga tasvirni tanish, nutqni tushunish va ma'lumotni tahlil qilishni o'rgatmoqchi edilar. Ammo o'sha yillardagi texnologiyalar bilan buni amalga oshirish ilojsiz edi. Shunday bo'lsa-da, yangilik uzoq kuttirmadi. 1997-yili olamshumul voqea yuz berdi. Deep Blue kompyuteri shaxmat bo'yicha jahon chempioni Garri Kasparovni mag'lub etdi. Bu bunday murakkab o'yinda mashina insonni mag'lub etgan birinchi hodisa edi. Shundan so'ng sun'iy intellekt rivojlanayotganini va kun sayin aqlli bo'lib borayotganini ma'lum bo'ldi. 2010-yillardan boshlab sun'iy intellekt kundalik hayotda keng foydalana boshlandi. Ovozli yordamchilar, matnni tarjima qilish, yuzni tanish dasturlari paydo bo'ldi. Bugun esa sun'iy intellekt tibbiyotda, ilm-fan, biznes va hatto san'atda ham odamlarga yordam beryapti. U musiqa bastalashni, rasm chizishni, matnlar yozishni va hatto avtomobilni boshqarishni ham biladi. Texnologiyalar esa rivojlanishda davom etmoqda. Hozirning o'zidayoq bunday mashinalar inson yordamisiz mustaqil o'qib o'rganishlari mumkin. Ana aqlu, ana miya. Bu olimlar hamma narsani biladigan kompyuterni o'ylab topmaguncha umuman uxlashmagan bo'lsa kerak, ha? Lekin qoyil qolish kerak. Sun'iy intellekt bugun ko'p sohalarda yordam beryapti. Asosiysi, u hamma narsani biladi. Masalan, matematikada masalalarni ishlashga qiynalganimda undan so'rayman. Yo'q, aytib bermaydi. Shunchaki birozgina yordam so'rayman. Shunday qilib sun'iy intellekt dastyorimizga aylanib ulgurdi. Ma'lumotlar qiziq bo'lgan bo'lsa, sizdan bitta like.